Bir binoning 6-cı qavatiga 200 litr suv to'shmoqchi bo'lgan kishi har qitimda 10 litrlik chelakdan 2 da suv to'shisa, bu kishining 6 qavatlik binoga 10 qitim chiqib tushishiga to'g'ri keladi. Bu ish issiq yoz kunlari normal bir tüp qora terakning kunlik xizmatidir. Chunki bir tüp qora terak har kuni uchidagi yo'pirmoqlargacha 200 litr suv simiradi. Acaba bir tüp daraxtga 200 litr suvni simirtkizib, eng uchigacha yetkizgan kimdir? 10 gektarlik o'rmonlikda 25-30 metr egizlikdagi 400 tüp atrofida daraxt bor. Bu daraxtlardan parga aylangan suv o'sish mezgilida 2000 tonnadan oshadi. Bu suv 10 tonnalik 200 suv mashinasiga to'g'ri keladi. Parga aylanadigan suv daraxtning yildizi va g'uli bo'lib 20 metr egizlikkacha chiqadi. Acaba bu ishni qilish uchun qanchalig'an ishchi necha chilak bilan qancha qitim to'shib ter to'kishi kerak? Yana kelib yer yuzidagi butun daraxtlarning suv simirishini o'ylab beqing. Acaba bu ishlarni tasaddibilik deb o'tib ketish mumkinmi? Yolg'iz bir tüp daraxtning suv simirishini tasaddibilik deyilmagan yerda yer sharidagi butun daraxtlar va o'simliklarning suv ichishini, oziqlanishini qandoqmi tasaddibilik degili bo'lsin. Rizq ishi ajoyib bir ishdir. Buning dalillarini sanab tugutish mumkin emas. Rizqi nuqsonsiz bir shaklda berilgan har bir maxluqot bu dalilning guvohchisidir.